Men o'zim oddiy bir ayolman. Hayotimni bolalarim uchun bagishlagan, oilasi yo'lida har qanday mashaqqatga, musiqa, dosh berishga tayyor ayollardanman. Savol berishyapti. Uy holati sharoitida yoki o'sha ketganimizda uzoqda kimdir Koreyada, kimdir Rossiyada, kimdir qishni borishimizga hech qanaqana biz doktor atkinimizga maslahat bering deb. Shuning uchun bugun men bir ikkita o'sha holatni katta qilish operatsiyasiz kattaroq qildirish to'g'risida to'xtab o'tmoqchiman. Eng yaxshi narsalardan bittasi ham jinsiy faoliyatni yaxshilashga, ham tez tamom qilishni oldini olishga va o'sha jinsiy holatni katta qildirishga pompalardan foydalanish. Ya'ni pompa degani nasoslar deyilamiz lokalni atitatel davleniya bilan yoki manfiy bosimni hosil qildirib holatni o'sha katta qildirish. Bilasizlar, mana eng yaxshi zamonaviy apparatlardan bittasi va bu holat xuddi sportchi o'zi muskullariga yuklama bergandan keyin odatni o'ziga yuklama berilib muskullarni cho'zish hisobiga extend deymiz o'sha ekstensiya berib cho'zdirib yuklama beriladi. O'zbekistonda musiqa ish topish qiyin bo'lib qolganidan keyin boshqa choram qolmadi. Qozog'istonga ishlash uchun chiqib ketishga majbur musiqa bo'ldim. Avvaliga hammasi oddiy tuyulgandi. Hammasi yaxshi bo'ladi deb og'zimni ovutdim. Yaqin qarindoshim orqali bir tanish ayolga bog'lanib, u orqali ish topdim. Musiqa bir qozog'istonlik oilaning uyini tozalash, ovqat qilish, ba'zida ularning bolalariga qarash. Pul yomon emas edi. Lekin men bilmagan edimki, musiqa bu yo'l menga og'ir sinovlar tayyorlab qo'ygan ekan. Qozog'istonga musiqa kelganimda ilk kundanoq begonalik, yolg'izlik va sovuqlikni his qildim. Tanish-bilish yo'q, til biroz farq qiladi, odamlar o'ziga begona ko'z bilan qaraydi. Ish bergan ayol avvaliga muloyim edi. Lekin oradan musiqa bir hafta o'tmay haqiqiy qiyinchiliklar boshlandi. Har bir kichik xatoyim uchun koyish, musiqa, baqiriq, hatto ba'zida kamsitishlar. Sen o'zbeksan-ku, nima bilarding degan so'zlari yuragimni tilkab o'ra musiqa qilardi. Uyda tozalikdan tortib ovqat tayyorlash, kir yuvish, hatto hovlini, musiqa, surishga qadar hamma ishni yolg'iz qilardim. Dam olish degan narsa yo'q. Ertalab soat 6:100 da uyg'onaman. Musiqa, kechqurun esa ko'pincha soat 11 dagina yotaman. Ba'zida och qolgan kunlarim ham bo'ldi. Sababi ular menga sen ishlagani musiqa kelgansan. Ovqat yeyish uchun emas derdi. Telefon qilishga ham ruxsat berishmasdi. Bolalarimni sog'inib kechalari musiqa yostiqqa yuzimni yashirib ilagan kunlarim nechta bo'lganini sanab olmaydi. Har kuni yuragimda musiqa qachon tugaydi bu azoblar degan savol aylanardi. Ammo chidardim. Bolalarimni o'ylardim. Ular uchun bu azobga ham ko'nikishga harakat qilardim. Musiqa bir kuni esa chiday olmadim. Isitmam ko'tarilib hushimni yo'qotdim. Ular esa meni shunchaki ko'chaga chiqarib qo'yishdi. Kasal odam kerak emas musiqa deb. Shu payt bir boshqa o'zbek ayoli yordamga keldi. Menga dori olib berdi. Vaqtincha uyga joylashtirdi. O'sha ayol bilan tanishgan kunim hayotimdagi musiqa eng yorug' kunlardan biri bo'ldi. U ham menga o'xshab kelgan ekan ishlash. Men yangi joyga musiqa ko'chib o'tgach, hayotim biroz o'zgarishni boshladi. Ish og'ir edi. Erta tongda musiqa turib katta binolarni supurib, pol yuvib, axlab chiqarib yurardim. Ammo hech bo'lmaganda o'z vatanimdan chiqqan odamlar bilan bir joyda ishlardim. Ular bilan dardlashardik, ba'zida kulardik, musiqa har kim og'zini qandaydir yo'l bilan tutishga harakat qilardi. Yana yashagim kelgan edi. Musiqa yangi joydagi brigadir ayol Tursunoy opa juda mehribon edi. U meni singlisak musiqa ko'rardi. Hozircha ichidagin keyin yaxshi ish topamiz. Tilni o'rgan, hujjatlaringni togirlaymiz, musiqa derdi. Og'ir edi, ammo yuragi yumshoq. Ungayim ochildi. Musiqa ba'zan bir stakan choy ustida bolalarimni sog'inib unga hikoyalarimni gapirib berardim. Musiqa u esa jim eshitardi. Gohida ko'zlariga yosh ham qalqib chiqardi. Men shunda tushundim. Ayollar yuragida og'riq bir-birini tez topadi. Musiqa oradan 2 oy o'tdi. Bir kuni ishxonada bir qozog'istonlik ayol kelib meni kuzatdi. Keyin musiqa so'radi. Isming kim? Dilnoza, dedim.
Ovqat pishira olasanmi? Musiqa albatta. Shu bilan u meni o'ziga taklif qildi. Restoranlar tarmog'ida kichik musiqa oshxonasiga ishchi kerak ekan. Dastlab xavotirlandim, yana o'sha eski musiqa o'g'riqlar qaytadimi deb. Lekin baribir bordim va hayotim yana o'zgara musiqa boshladi. Restoranda ish boshlaganimda avvaliga faqat sabzot tozalashni topshirdi. Lekin musiqa men o'z ishimni vijdonan qildim. Har bir piyozni, har bir kartoshkani mehr musiqa bilan tozaladim. 2 haftadan keyin oshpazlikka o'rgatishdi. Yana musiqa 2 oy o'tgach esa menga alohida bir kichik bo'lim berildi. Salat tayyorlash uchun javobgar bo'ldim. Ish og'ir edi, ammo yuragimda gurur musiqa bor edi, endi meni hurmat qilishardi. Orada men o'zbek tilidagi darslar orqali ko'k musiqa tilini o'rgandim. Telefonimda tarjimon dastur o'rnatib, har kuni 10 ta yangi musiqa sozotlar edim. Bu harakatlarim samara berdi. Ishxonadagilar meni qadrlay boshlashdi. Musiqa hatto ba'zan mijozlar oldida qoq tilida gapirib salomlashib, ularni kutib olardim. Kunlardan bir kun restoranga bir o'zbek yigit kirib, musiqa keldi. U menga "Opa, sizni Farg'onadanman deb eshitdim, to'g'rimi?" musiqa deb so'radi. Hayron qoldim. Bilsa u ham o'zbek, u ham Farg'onadan va u ham bu yerda ishlayotganlardan musiqa biri ekan. Ismi Shohrux. Juda ham odobli, muloyim yigit edi. Men uni avvaliga ish yuzasidan tanidim. Musiqa keyin esa u menga sekinasta mehr qila boshladi. Avvaliga yuragim qo'rqdi. Musiqa chunki avvalgi o'g'riqlarim, aldangan kunlarim, yolg'on va umidsizlik hali unutilmagan musiqa edi. Lekin Shohrux sabrli edi. U meni shoshiltirmadi, faqat yonimda bo'ldi. Har safar og'ir kunim bo'lsa, "Siz kuchlisiz, opa, sizga musiqa qoyilman" deb meni ruhlantirar edi. Bugun oradan 1 yil olibdi. Musiqa men hali ham Qozog'istondaman, lekin avvalgidek ezilgan, haqoratlangan ayol emasman. Endi menga hurmat bilan qarashadi. Musiqa men o'z oyog'imda turishni, haqiqatimni himoya qilishni o'rgandim va eng muhimi, men endi o'zimni qadrlay boshladim. Shohrux bilan hali hech nima demaganmiz. Lekin yuragimda musiqa iliqlik bor. Har safar telefonda bolalarim bilan gaplashganimda musiqa orzu qilaman. Bir kun kelib men ularni bu yerga olib kelaman. O'z uyimda, o'z